uzmedia.tv taqdim etadi. Yevropada urush davom etmoqda. Gitler Polsha bilan bog'liq har qanday masalalar Germaniya va Rossiya o'rtasida hal qilinishini aytdi. U shuningdek Chexoslovakiya masalasi yopilganini ham ta'kidladi. Washingtonda o'tgan konferensiyada prezident Ruzvelt bu borada izoh berdi. Bay City, Kaliforniya, 1939-yilning oktyabri. Neil Jordan filmi. Bosh rollarda Liam Neeson, Diana Krüger, va Jessica Lange. Marlowe. Familiyam Cavendish. Cavendish xonim. Bu qanday familiya bo'ldi? Cavendish. Chekasizmi? Mehmonlarga taklif qiladigan sigaretangiz o'zingiz chekadigandan yaxshiroqmi? Yo'q, bir xil. Qanday familiya bo'ldi-ya bu Cavendish? Ha, familiyangiz o'zgacha. Marhamat. Maxfiylikdan umid qilsam bo'ladimi, janob Marlowe? Sizga qanday yordamim kerak, Cavendish xonim? Axir siz detektivsiz. Bir odamni topishda yordam bersangiz degandim. Niko Petersonni. U mening xushtorim edi. Keyin esa xayrlashmay g'oyib bo'ldi. Bu bilan u hayotimdan g'oyib bo'ldi demoqchimisiz yoki umuman? Bunisi qorong'i. Shuning uchun ham yoningizga keldim. Cavendish xonim, xushtoringiz Niko Peterson yo'qolganda eringiz qayerda edi? Aytgancha. Meni shunchaki Cavendish deb atay qoling. Xonim shart emas. Xushtoringiz shunday yo'qolib qolishi mumkin bo'lganlar toifasidanmidi? Yo'q, unday odati yo'q edi. Yo'q, albatta yo'q. Bundaylar doim yonimizda. Derazangizga osiladi, restoranda tomosha ko'rsatadi, qo'yningizni puchong'oqqa to'ldiradi. Bu kirdikorlar menga tanish. Siz ham kimningdir qo'ynini puchong'oqqa to'ldirganmisiz? Ichasizmi? Yo'q demasdim. U ham siz kabi basavlat odam. Lekin u zaif, yasan tusanga juda o'ch. Qaysi erkak shunaqa ayting? Janob Peterson o'ziga to'q odammi yoki o'z kasbiga sodiq kishilar toifasidanmi? U menga munosib erkak bo'lganiga shubha qilyapsiz shekilli, janob Marlowe. Ha, agar aksi bo'lmasa. Do'zaxda yonlandi uraqmoq. Adashmasan janob Peterson kinoda marginallar rolini ijro etgan. Shundaymi? Kechirasiz janob. Ha, rahmat. Ha, siz haqsiz. To'ppa-to'g'ri gapirdingiz. Do'zaxda yonlandi uraqmoq. Biz Karbato klubida uchrashardik. U joyni bilasizmi? Janob Peterson Karbato klubiga qanday borgan? Taklif qilishganmi yoki u chaqirilmasa ham boraveradigan kishilar toifasidanmi? Erim bilan oramizda kelishuv bor. Bir narsani so'rasam maylimi? Eringiz sizga e'tiborlimi? Yo'q. Oramizda katta jarlik bor. Unga polo, ichimliklar, xizmatchi ayollar va pullarim yoqadi. Sizni pulingizmi, Cavendish xonim? Ma'zur tutasiz, janob Marlowe. Men u pullar siznikimi deb so'rayapman. Dadam neft bilan shug'ullanardi, lekin u o'lgan. Onam haqida ham aytardim-u, biroq aytmay qo'ya qolay.
Janob Peterson bilan klubda uchrasharmidingiz yoki Otxonada uchrashmaymiz-ku, janob Marlo. yo'qolganini nimadan bildingiz? Uchrashuvga kelmadi. Unga bir necha marta qo'ng'iroq qilib tusha olmadim. Kelasi haftada uyiga bordim. Sutni olmagan, gazetalar esa ayvonda uyilib yotardi. Uning yashiradigan narsasi bormi? Bizda yo'qmi? Janob Petersonga nima bo'lgan deb o'ylaysiz? Men bu hodisaga kimdir chetdan nazar tashlab ko'rsa degandim. Ehtimol siz men ko'rmayotgan nimanidir ko'ra olarsiz. Mening haqiqiy ismim Claire. Shu nomda graflik bor. U joyni bilasizmi? Ha, Irlandiyada. 5 qo'lday bilaman. Onamni ko'p suratga olishadi. Uni hali ko'rasiz. Kibor kishilar hayoti shu. Siz janob Marlo, ziyrak va sezgir odamsiz. Bu boshga balo bo'lishi mumkin. Uyda yo'q. Nima? Sizdan qarzi bormi yoki xotiningizga ilakishib yuribdimi? U shunaqa odammi? Ha, ancha uddaburon. U yomon yigit emas. Garchi siz odamlarga ishonmasangiz ham. Tushuntira oldimmi? Menimcha u Clevelanddan. Meni uyim yo'lning narigi betida. Ba'zida kirib turardi. Gurunglashardik. Sigaretingiz bormi? Ketganiga ancha bo'ldimi? Men uni 2 oycha avval ko'rgandim. Uydan ketayotganida ko'rmadingizmi? Yo'q. Ketganini keyinroq payqadim. Nimadan payqadingiz? U yonimga kirmay qo'ydi. Ayollar ham bu uydan qadami uzildi. Derazadan oyoq kiyim otmay qo'yishdi. Bilasizmi, men ham vaqtida yomon yashamaganman. Lekin bu yigitchalik emas. Siz politsiyadanmisiz? Yo'q, yollanmay siqvorman. Siz uni izlab kelgan birinchi odam emassiz. O'sha hafta torshim kiygan, zamonaviy bo'yinbog' taqqan bir ikki kishi kelib, uni surishtirgandi. Ispan qiroli kelganga o'xshaydi. Ispaniya qiroli Meksika bayrog'i bilan Linkolnda kezib yurmaydi. Ha, men bundaylar bilan avval ishlaganman. Ular o'z mashinasida chegaradan o'tib qaytib yurardi. Bir boshdan boshlasak. U yigitni bu yerda yaxshi tanishadi. O'g'irlik, parking uchun jarimalar, tungi bazmlarda mushtlashuvlar, avvalroq shilqimlikda ham ayblangan. Endi u qayerda yashaganini hech kim bilmayapti. Hozirgi manzili ham bizga noma'lum. Men u qayerda yashaganini bilaman. U yerga bordim. Xo'p, u uy o'sha yigitga qarashlimi yoki unga pul to'laganmi? Nima demoqchisan? U o'zidagi noma'lum daromaddan uyga haq to'lab turgandir demoqchiman. Uni izlayotgan ayolga qora yarashadi deb umid qilaman. U o'ldirilgan. 22-oktyabr kuni o'ldirib, qochib ketishgan. Karbato klubining yonida. Mendan bitta tushlik qarsa. Barga boramizmi? Marhum Bay Canyon Drive'dagi Karbato klubi yonida mashina bilan urib ketilgan. Haydovchi topilmagan. Marhum ko'p yeridan jarohatlanib, bosh suyagining o'ng tomoni qattiq majaqlangan. Og'ir o'lim topibdi.
Taklif qilishlarini kutmay kelaverdim, maylimi? Albatta, janob. Xayrli kun. Bog'dan ish izlayapsizmi? Yo'q, a'zolik masalasida kelgan edim. Albert, bog'imizga yangi mehmon keldi. Sochini kaltalatib qo'y. Qaranglar. Salom, oshna. Oshna. Politsiyachilar orasida mashhur emasligini sababi shudir. Janjal ko'tarasan, ba'zan jinoyatda sheriklikda, qo'lga olinishga qarshilikda va hokazolarda ayblanasan. Yana shu yoshda. Borim shu jo. Nafaqaga chiqmaganingdan afsusdamisan? Albatta ha. Marlo, quloq sol. Yigit o'ldirilishidan avval bo'kib ichgan. Tanasidan pivo zavodidagi kabi hid kelardi. Boshi qovoqda yorilib ketgan. Karbato klubi hammasi go'zal bo'lishini istaydi. Unga muammo kerak emas. Urgan va qochgan. Kamida 2 ta ayblovmi? Peterson kabilar bu yerda achib yotibdi. Ular kelib kastingdan o'ta olmay, so'ng qiladiganini qiladi. Karbata klubida u o'ldirganini bilmagan biror kim bormikan? Meni boshlig'imdan boshlab Angliyadagi elchimizgacha. Ular qaymoqli choy tepasida klub yonidagi qotillikni muhokama qilmasa kerak deb o'ylayman. Sendan bu ishni olishni so'rashdimi? So'rashlari shart emas, og'ayni. Hujjatlarni bir ko'rsam. Foydasi yo'q. U yigitni nima qilasan? Uni bir xonim izlayapti. O'sha xonim kelgunicha kutamiz. Bostondagi baxtiqaro oilang yoniga qayt. Keyin Angliyaga, kasofat avliyo James saroyiga. Joni hiqildog'iga kelgan bitta sen emassan. Bir narsani unutma. Yo'q, iltimos, yana boshlama. Ot uchun men haq to'layapman. Men ham to'lay olaman. Maylimi buni ham? Siz yangi mexanikmisiz? Ehtimol. Qancha to'laysiz? Ismingiz nima? Marlo. Bu do'zax, men ham uning komida. Uning birdan bir yaxshi satri. Uni Shekspirga teng ko'rmasangiz kerak. Hayolimga ham kelmadi. Men ham do'zaxdirman. Ha, bu aniq. Meni qo'rqitib yubordingiz, Marlo. Kechirasiz. Bugun negadir shunday bo'layapti. Yana kimnidir qo'rqitdingizmi? Bir nazokatli janobni u Marlodan iqtibos keltirdi. Sizdan iqtibos keltirishdimi, janob Marlo? Kristofer Marlodan. Ha, u doktor Faustda rol o'ynagan, Garvard vakili o'laroq. Buni bizga ko'p eslatadi. U Joseph O'Reilly, onamning moliyachisi. Bo'lg'usi Angliyaning ham. Buni ham imkon bo'ldi deguncha eslatib turadi bizga. U halokatli gunohlardan birini ijro etganmidi? Marhamat qiling. Sovuq choy ichasizmi? Istasangiz o'zimnikini beraman. Yo'q, minnatdorman. Sizga ko'prog'ini taklif qilishim mumkin. Xuddi arab ertaklaridagi kabi. Claire. Yoningdagi kim? Ma'zur tutasiz, Philip Marlo. Salom, Marlo. Cavendish. Janob Marlo meni Cavendish deb atadi. Bu menga yoqdi. Bu axir sening isming, azizam. Bu meni familiyam.
Shu bilan bo'lsa-da faxrlanaman azizam. Mehmonga ichimlik taklif qilmadingmi azizam? Taklif qildi, men rad etdim. Rahmat. Xo'sh, janob Marlo. Bu yerga nima ish bilan keldingiz? Janob Marlo isquvar. Nima izlayapsiz, janob Marlo? Taqinchog'imni yo'qotib qo'ygandim. U topib berdi. Topib bergani yaxshi, lekin qani u? Rafiqangizni poylab yurmoqchimisiz? Marlo, Ha, janob Kevindish. toshingni ter. Men ham tanishganimdan xursandman. O'zini g'alati tutdi. U meni siz bilan donolashib yurgan deb gumon qildi. Chamamda. O'zingiz va janob Peterson haqida aytib bering, faqat ko'pirtirmay, iltimos. U bilan Karbata klubida uchrashgandim. Meni bittada o'ziga jalb qildi. Ikkimiz tezda til topishdik. Keyin bir necha haftadan so'ng uni yana ko'rib qoldim. Bexosdan Tijuanada. O'zim yoqtirgan barda. U yerga erim bilan borgandik. Dia Los Muertos marosimini tomosha qilayotgandik. U Meksikada nima qilayotgan ekan? Bilmayman. Niko juda band odam. U endi yo'q. Niko Peterson o'lgan. Bu yolg'on. Aldashga shunchalik ustami? Ha, o'ldi. Jasadi yoqildi. Uni Karbata klubi yonida o'ldirishdi. Kutilmaganda. Buni ko'pchilik ko'rdi. Lekin bilasizmi, qizig'i shundaki, men uni ertasi kuni ko'chada ko'rdim. O'z ko'zlarim bilan. Ishonavering. U umuman o'likka o'xshamasdi. Mutlaqo. Mening ishim tugadi deb o'ylayman, Kevindish xonim. Yo'q. Siz ishni boshidan boshlashingizni istayman. Eng boshidan. Axir ishingiz shu-ku, to'g'rimi? Uni qayerda ko'rdingiz? Tijuanada. Onam meni otlar ko'rgazmasiga olib bormoqchi edi. Xullas, yo'rg'a otlarga. Gapini yerda qoldirmay, o'sha yerga bordim. Va yana o'sha barga kirdim. U yerning totli mojitosidan oldim va ko'chadan o'tib ketayotgan Nikoni ko'rib qoldim. U o'zini kolleksioner deb atardi. Turli lashlushlar, antikvar buyumlar yig'ardi. O'ylashimcha, kino uchun kerak bo'lgan. Turli yasama narsalar, g'ayritabiiy mavjudotlar. Barda bir odam bor, Nikoni prodyuser deb o'ylaydi. Uni tunab ketishdi. Nima gap? Aldayapsiz, Kevindish xonim. Boya eringizga ham kiprik qoqmay yolg'on gapirdingiz. Yaxshi qoling. Xayrli kun, janob. Marlo. Ha, tashrifingizdan xabarim bor. Richard aytgandi. Katta yigitlar klubi haqida nima deyishayotganini bilasizmi? Nima ekan? Tengi yo'q deyishyapti. Lekin u yerdan nima topishdi, xonim? Dorothy Quinn Cannon. O'zingizni go'llikka solmang. Xo'sh, qani ko'ramiz. Og'ir jangda qatnashgansiz. So'ng 20-yillarda yaxshi ishdan ayrilib, ichkilikka berildingiz. Nahotki. Los Angeles okrug prokurori qo'lida tergovchi bo'lib ishladingiz, lekin bundan hech nima chiqmadi. To'g'rimi, janob Marlow? Ko'ryapsizmi? 5 daqiqada buning tagiga yetdim. Siz taftish qilishni biladigan yagona odam emassiz. Siz zar qidirmayapsiz. Yo'q, men zarni to'ng'izlarga tashlayman. Yaxshi odat emas. Janob Marlow, aytingchi, qizim nima istayapti? Ajrashishnimi?
U holda ajablanmayman. Ma'zur tutasiz, men o'z ishimni faqat mijoz bilan muhokama qilaman. Yana bir bor uzr. Mijg'ov. Mijg'ov. Kechirasiz. Fergus. Tamam. Xudo, shu yerdamiding? Peterson qotili bilan bog'liq hech narsa topa olmadim. Biz tergov o'tkazdik. Biror nima chiqdimi? Marlow, agar birovga shunchaki tashlanib, so'ng jinoyat joyidan yashirina oladigan jinnilar to'dasini ushlamoqchi bo'lsak, unda Karbataga borishimiz kerak. Boshqa yo'li yo'q. Guvohlar bo'lmagan, gumonlanuvchi ham yo'q. Ular shanba kuni kalamushlar kabi chelak teshigidan klubga kirib oladi. U yerga bir kechada yuzlab mashinalar keladi. Lekin biz 10 kelgan haydovchini qo'lga ola olmaymiz. Asl haqiqat shu. Bilasan, hammasi jiddiy. Ba'zan adolatning ko'zi ko'r, ba'zan u umuman yo'q. Hech nima qila olmaysan. Uni izlayotgan ayol kim? Uni singlisimi? Singling haqida aytib ber. U akasini tanishi ham, tanimasligi ham mumkin. Yaxshisi menga aytib ber. Meni o'z singlim bor. Uni singlisi bilan sen shug'ullan. Men Niko Petersonni hali ham tirik deb hisoblaydigan ayol bilan ishlayapman. Ha, chigal vaziyat. Chigallikni yoqtirmayman. U Nikoni ko'rdim deb ont ichdi. Demak, qotillik bo'lgan do'stim. Ha, tushundim. Rahmat. Seni foydang. Qonun aytishicha u tirik. Karbata klubi yonida yachib ketilgan odam u emas. Balki haqdir. Demak, qotillik bo'lgan. Nazariy jihatdan bo'lishi mumkin. Qanday muammoingiz bor, janoblar? Pullar yoki ayollar? Unisi ham bunisi ham emas. Keyin tomog'im qaqrab ketdi. Og'ayni, u ham bizday odam, lekin shamani tushunmaydi. Nima ichasiz? Viski. Har doimgidek. Hayot qanday ketyapti, Patrik? Uylandingmi yo baxtingni topding? Hech bo'lmasa choyshabim toza. Poet onasi o'lgandan keyin qiynalib qoldi. Boringa. Iloji bo'lganda seni eshitib o'tirmasdim. Shunaqa bitim bo'lganida o'ylab o'tirmay qo'l qo'yardim. Agar u tirik bo'lsa, Jo yangi qotillikka tayyorlan. Jim tura olasanmi? Oxiri bu qotillik ishi bo'lib chiqadi. Mana ko'rasan. U o'ldirilgan deb o'ylaysanmi? Men qabristonga bordim. Topchi nima? Jasad yoqilgan. Barakalla. Ha, hatto tishlari ham to'kilib ketgandi. Har yoqda sochilib yotardi. Hech kalamushni ezg'ilab ko'rganmisan? Yo'qmi? Agar Peterson tirik bo'lsa, murda kimniki? Quloq sol. Bilaman. Miyenga Ser Lancelot g'oyasi o'rnashib olgan. Xuddi rohiblarda yashaysan. Ishdan boshqa narsaga qiziqmay. O'zingni tiya olmaganing uchun dodingni berishlari, qamab qo'yishlari yoqadi. Keyin bu haqida og'iz ko'pirtirishni yaxshi ko'rasan. Lekin bu odamni cho'ntagidagi Petersonga tegishli hamyon topilgan. Senga yoqishi yoki yoqmasligidan qat'iy nazar, uni Peterson deyishyapti. Kim? Klub boshqaruvchisi Floyd Hanson va mahalliy patologanatom. U ham klub a'zosi. Shunday ekan, ish okrugdan tashqariga chiqmaydi. Okrug chegarasi qayerdan o'tgan? Bay Canyon Drive. Aniq shu yermi? Oh, xudo. Qo'ng'iroq qil, Jo. Ish qo'ldan kechishiga yo'l qo'ymayman.
Janob Hansen odatda bunday qilmasligingizni aytdi. Lekin sizni qabul qiladi. Chapdan yuring, kirish ko'rsatilgan belgiga qarab boring. Oh, rahmat. Men boshqaruvchi Floyd Hansenman. Sizga qanday yordamim kerak, janob Marlow? Mashinani o'chirishingiz shart emas. Darvozabon yollanma detektiv ekanligingizni aytdi, shu rostmi? Ha, bir vaqtlar prokuraturada ishlaganman. Bu haqida eshitgandim. Eshitganingiz haqida eshitgandim. Bu yerga sal avvalgi hodisa bo'yicha keldim. Aynan qaysi? Nika Peterson bilan bog'liq. Ha, u bizni hududda emas, balki yo'l bo'yida sodir bo'lgan. Ha, albatta buni tushunaman. Lekin ba'zan jinoyatchilar qurboni jinoyat joyidan siljitib qo'yishi mumkin. Sinsinnatida bir qiziq voqea bo'lgandi. Qanday voqea? Bir odamni o'lgunicha savalab, so'ng yo'l bo'yiga olib chiqishgan va boshini g'ildirak bilan ezg'ilashgan. O'limning asl sababini yashirib, shubhalardan qochish uchun. Janob Petersonni yo'lda urib ketishgan. Yo'l bizning mulkimiz emas. Ha, buni bilaman. Janob Peterson klub a'zosimidi? Yo'q, janob Peterson klub tarkibida bo'lmagan, yo'q. Klubingizga qo'shilish oson bo'lmasa kerak. Ha, janob. Lekin bu bilan nima demoqchisiz? Meksikasiz nima qilgan bo'lardik? Meksika klubimiz, Quyi Kaliforniyada bizga qarashli qizlar klubi bor. To'g'riroq o'tmishimiz. Unda qayta tiriltirish kerak. Meksikanimi yoki aholisinimi? Ishdan chalg'imaylik, janob Marlow. Janob Petersonni yo'l yoqasida ko'rib tong qolgan bo'lsangiz kerak. Men Chateau-Thierrydagi urushda, Bellowwooddagi jangda qatnashganman. Janob Peterson kabi jabrdiydalarni ko'raverib diydam qotgan. Bir safar artilleriya zarbidan so'ng do'stimni tishi viskiga tushib qolganini ko'rdim, lekin baribir ichdim. Siz dahshatli odamsiz. U o'lgandi. Meni esa hech kim kelgandi. Siz bilan tengdoshmiz. Siz ham urushda bo'lgandirsiz va u nima ekanligini bilarsiz. Irlandiya qirolligi polki, Sommidagi janglar. Umrimiz oxirigacha murdalarni ko'rib o'tamiz. Bir sayr qilmaymizmi, janob Marlow? Ba'zilardan farqli o'laroq biz tirikmiz. Tong ham bugun ajoyib. Notenglikdan yaxshigina daromad qilarkansiz. Klubimiz eksklyuziv. Boylar o'yinni yaxshi ko'radi. Ana u yoqda polo uchun o'yin maydonlari bor. Janob Peterson o'ldirilgan kuni kimni mehmoni bo'lgandi? Siz kimga ishlaysiz, janob Marlow? Biz boshi berk ko'chadamiz. Siz kimga ishlaysiz? Mendan nima eshitmoqchi ekanligingizni tushunmayapman. Politsiyachilarni ham mendan so'ramagan narsasi qolmadi. Har doimgidek. Politsiyachiga kam holda ayb qo'yaman agar butkul layoqatsiz bo'lmasa. Ular doim kimdandir qo'rqib yurishadi. Politsiyachi bu vaziyatda kimdan qo'rqishi mumkin? Aytaylik, ruldagi odam tanish bilishlari ko'p. Muhim kishi bo'lsa, politsiyachi butun klubdan qo'rqishi mumkin. Masalan, men bundan qo'rqyapman. Unda qo'rquvingizni qanday aritay? Nima qilsam bo'ladi? Janob Kensin, sizga bir savol bermoqchiman. Bering, unda o'sha bemaza savollaringizni. Haydovchi halokat joyidan qochib ketgan. Joyni hisobga olsak, ehtimol u klub a'zosidir. Kimnidir urib ketganini sezmagan hamdir, balki. Bu davlat bunyod bo'lganidan beri hamma ichadi. Bitta bo'lsa ham xushyor haydovchini ko'rmaganman. Choyga nima deysiz? Bu yerda qimor o'yinlari ko'p o'ynaladimi, janob Hensi? Siz qaltis yo'lga yurdingiz. Bu yerda qarta o'ynashadi. Qarzlar yig'iladi. Qarta o'yinlari uchun alohida xonalarimiz bor. Yotoqxonalar? Mehmonlar uchun xonalar hozirlangan. Kino sanoatidagi kishilar ham bu yerga kelib turishadimi? Nega siz bilan gaplashyapman? Chunki meni kim yollaganini bilmaysiz. Bo'pti. O'zingiz eng muhim deb bilgan narsani so'rang. Keyin suhbatimizga yakun yasarmiz. O'lgan odam Nika Peterson bo'lmasligi mumkin degan taxmin bor. Lekin singlisi o'likxonada uning jasadini yaxshi tanidi. Kelasi kuni yo'q. Bu bilan qanday bog'lanish mumkin? Politsiyadan so'rang.
Peterson tirik bo'lishi mumkin degan xayol miyangizga qayerdan kelib qoldi? Men axir uni jasadini ko'rdim. Balki kimdir yaqinda uni ko'chada tirik ko'rgandir. Xo'p, bu voqea taxminan qayerda bo'lgan? Sizga ayta olmayman. Yaxshi qoling, janob Marlow. Suhbatimiz odamni biroz ziq qilganidan afsusdaman. Lekin qo'rqsa arzugulik vaziyatda ham qo'rqmaganingizga qoyil. Eshikni o'zim topib olaman. Siz shahardagi eng go'zal ayolsiz. Siz yulduzsiz. Oh xudo. Bu yerga kam kelasiz? Ha, hozircha kam. Bu yerga har kimni ham kiritaverishmaydi. Ha, buni sezdim. Kabanada uchrashamiz. Venice Beach. Kechirasiz. Nima? Kabanada uchrashamiz. Venice Beach. Lynn Petersonni so'rang. Nikoning singlisimisiz? Janob, Jentelmenlar, Impossible can be had for the price of a smile. A wink of an eye can turn blind to blind. Lin, bitta enmi, ikkitami bilmadim. Ha, shu yerda ishlaydi. Bu sizga. Xalatlar shkafda. Tentaklik qilmang. Harakat qilaman. Time will fade away for the price of a life. Bad days will surely pass. Turn misery to gain. Rahmat. Marhamat. mana qayerda ekansiz? Janob Hansen uzrimni yetkazib qo'ying dedi. Neil Peterson ushlanib qoldi. Shunday deng. Afsus, o'sha Lin shu yerda ishlaydi. They seem longer Jennerson. from trouble. Men bunga juda qarilik qilaman endi. Time will fade away for the price of a life. Bad days will pass. Turn misery Yomon odamlar orasida ko'p bo'lasizmi? Ha, ba'zan. Unda o'zingizni spot tutganingiz durust, chunki soat 3da Alla mehmonxonasi bog'ida Dorothy Queen Cannon bilan uchrashasiz. 20 daqiqadan so'ng Dorothy Queen Cannon. Bu yerga yulduzlarni deb keldingizmi, Hilda? Yo'q, o'zim yulduzga aylanish uchun. Avval suvni qaynatib olish kerak. Uni qaynatdingizmi? Ha, xonim. Endi suvni choynak ustidan purkang. Xo'p, Yaxshilab purkang. Har bir finjonga bir choy qoshiqdan so'ng choynakka ham bitta, keyin 3 daqiqa qoldiring. Chala pishgan tuxum kabi azizim, naq 3 daqiqa. Kam ham ko'p ham emas. Shundan keyingina choyni quyish mumkin. Tushuntira oldimmi? ha, xonim. Choy damlayapsanmi, demak choy damla. Suv quyyapsanmi, suv quy. Suv. Menimcha yaxshi tushunmadi. Sizchi? Buni Joysdan o'rganganmisiz, xonim? Ha, u ham boshqa kimdandir o'rgangan. Landovur odamcha, umri bekorchilikda o'tgan. Kitoblarni aytmasa. Jirkanch sifilitik. Amerikaliklarni alday olgan, ammo shu hunarning o'zi yetarli. Siz ham shunday qilganmisiz? Men ko'plab amerikaliklarni aldaganman. Taqvodor malikalar,
Angliyalik Yelizabetta baxtsiz bevalar va ko'zlari porlab turgan bir talay yalangoyoq dehqonlar rolini o'ynab. Qiyin joyi yo'q. To'g'ri tanlangan qiyofa va o'qish qobiliyati bo'lsa bas. Bu gapingiz baxsli. Qizim bilan gaplashdim. Meni hayron qoldirib, umuman ajrashishni istamasligini aytdi. Umr yo'ldoshini sevadimi? Yo'q. Lekin hozirgi holatidan qoniqadi. Ichimliklar, xizmatchilar va pullar. Mening pullarim. U sizni boshqa bir to'ng'izni topib berish uchun yolladimi? Yashirinib yurgan Niko Petersonni. Buni sizga o'zi aytdimi? Choy shunday quyuq bo'lsinki, qoshiq tik tursin. Bo'pti, mayli, bora qol. Hammasini o'zim qilaman. Rahmat xonim. Men ham janob Peterson bilan tanishishga muvaffaq bo'lganman. U menga ba'zi bir investitsiyalarni taklif qilgan. Biznes sohasida emasmi? Bu meni uncha qiziqtirmasdi, lekin qizim doim mendagi narsaga egalik qilgisi kelardi. Janob Peterson ham siznikimidi? Qiziq taxmin, janob Marlow. Va unda jon bor. Qizim yaxshi haq to'layotganiga ishonaman. Qizingizni ishlarini siz bilan muhokama qila olmayman. Oila a'zolarimning ishi mening ham ishim. Agar u sizni menga kerak deb o'ylaganida, sizga ham ega chiqqan bo'lardi. Ega chiqib bo'lgandir ham. Yana bir bor qaytaraman. Qizingizning ishlarini siz bilan muhokama qilishga haqqim yo'q. Siz mag'rur va qaysar odamsiz, janob Marlow. Men shunchaki pul topish va qamoqqa tushmaslik dardida yurgan odamman. Clairening otasi u tug'ilishidan avval mashinada o'zini jarlikka otgan. U neft biznesida katta muvaffaqiyat qozongan edi, lekin dard uni oxir-oqibat yeb bitirdi. Meni nima qo'rqitishini bilasizmi, janob Marlow? Bu axir nasldan naslga o'tadi. U bunday ishga qodir deb o'ylaysizmi? Bunga qodirligini bilaman. Ehtiyot bo'ling, janob Marlow. U otasining o'rnini bosuvchi insonga juda ham muhtoj. Bilasizmi, shuncha yil mobaynida uni jiyanim sifatida ko'rsatishga majbur bo'ldim. Chunki maslahatchilarim qizim borligi meni qari qilib ko'rsatadi deb hisoblardi. Qanday maslahatchilar? Bo'lg'usi Angliya elchisi bilan allaqachon tanishdingiz. Janob O'Reilly. Balki u noto'g'ri maslahatlar bergandir, lekin men shuncha paytdan beri unga quloq solib keldim. U hatto studiya sotib oldi. Karyerangga yordam beradi deb aytdi. Bu bilan u hech qachon yutqazmasdi. Shu sabab, men haqiqat yuziga tik boqa olguncha u mening jiyanim bo'lgan. Kechirasiz. Mening o'yinim tugadi va bunga ancha bo'ldi. Endi tizni ochib yurishlar ham, qirolicha rolini o'ynashlar ham yo'q. Men Sheba malikasidan ham badavlatroqman. Men umr bo'yi juda baxtli hayot kechirdim. Albatta, axir afsonaviy aktrisasiz. Mening ishimda eng asosiysi, janob Marlow, o'yinning tugaganini anglab yetish. Pulni olda qoch yoki agar istasang qol, lekin asosiysi pulni ol. Janob Peterson ishi bilan yana bir isquvar shug'ullangan. Uni Sheamus deb chaqirishardi, tasavvur qilyapsizmi? Xo'sh, nima topdi? Niko Pacific Pictures'da rekvizitor bo'lishdan tashqari bir mijozning agenti bo'lishga ham uringan. Miss Amanda Toxtedning. Ko'rib turganingizdek, janob Marlow, unga birgina mening qizim ilakishmagan. Agar janob Petersonni topsangiz, avval menga xabar bering. Miss Toxtedni qanday topsam bo'ladi? Bilmadim. Ehtimol birorta o'rtamiyona filmda chiqib qolar. Xonim, To'xtang. Qanday jur'at etdingiz? tushunmovchilik yuz berdi. Men haqimni olib bo'lganman.
Stop. Menga 100 kerak. 100. Kadrga yuzingni tut. Amanda, kamera bu yoqda. Sen kameraga qarashing kerak, tushunyapsanmi? Shunchaki kameraga qara, tushundingmi? Rahmat. Tushlikka chiqamiz. Buni yuvib tashlasam bo'ladimi? Ha. Tushlikdan so'ng. Ishoning, bu bo'yoqlar siz yaxshiroq ko'rinaman. Rozi bo'lganingiz uchun rahmat, Mix Stokstad. Mendi deb chaqira qoling. Detektivmisiz? Siz o'ylagandan ko'ra yuvashroqman. Detektiv bo'lib ishlash qiziq bo'lsa kerak-a? Hayratimni ba'zor tiyapman. Meni yonimda o'zingizni tiyishingiz shart emas. Nikol Peterson sizni agentingiz bo'lgan, shundaymi? Ha. U menga ish topib bergan. Qo'lga tushmas filmi. Ko'rganmisiz? Yo'q, hozircha yo'q. Hozir u filmni qo'yishmaydi. Unda Joel Makri suratga tushishi kerak edi, lekin nimadir bo'lib tushmadi. Men rancho egasining xotinini o'ynayman. U hinduga ko'z tikadi. Hindu esa osiladi. Agar yana namoyish qilinsa ko'raman. Hozir ko'tarilish bosqichidamisiz deyman. Qiziq odamsiz. Onam yana bir ikkita prodyuser bilan yaqin bo'lishing kerak deydi. Siz nima deb o'ylaysiz? U mutlaqo nohaq deb o'ylayman. Nikol Peterson haqida nima deya olasiz? Qanchalik batafsil bilishni istaysiz? Masalan, uni oxirgi marta qachon ko'rdingiz? O'limidan bir hafta oldin. Yana e'tiborimni qozonishga urinib ko'rdi. U ayollarga o'chmidi, shundaymi? Qiyin savol. U qo'lga kiritishni yaxshi ko'rardi. Ayolning o'zini emas, qo'lga kiritgandan so'ng qiziqishi so'nardi. Shunaqa bir erkak. Qizlar chiroyli, yigitlar sovuq bo'ladi deyshadi. Odatda ko'rimsiz erkaklarni tinchlantirish uchun shunday deyshadi, lekin Niko sovuq edi. U qizlarga ega chiqardi, lekin qizlar unga egalik qila olmasdi. U yana kim bilan aloqa qilganini bilasiz? Claire Quincon'dan uni sevib qolgandi. Bir jodugarning malla soch qizi. Onasi ham qiziq savdolarni boshdan kechirgan, elchi bilan. Elchi unga hatto studiya sotib olib bergan. Bundan ortiq qullik bormi? Niko birorta ish yuzasidan Meksika bilan aloqa qilarmidi, bilmaysizmi? Meksikada faqat bitta biznes bor. O'zingizni jinnilikka solmang. U puldor edi va aynan shuning uchun ham u hammaga kerak bo'lgan. Qarz yoki giyohvand modda. Qanday mashina haydagan? Kim? Nikol Peterson. Qanday mashina haydagan bo'lsa ham bu yerga qo'ymagan. Yana sizmi? Qo'rqmang. Nikoning do'stiman. Philip Marlowe. Kech tinmas ekansiz-da. Nikoni topishga urinyapman. U o'ldi. Bir daqiqa. Bunga aminmisiz? Meni akangizni yo'qolishi bo'yicha qidiruvga yollashdi. U yo'qolmadi. Hoki idishda. Uni sotib olishimga to'g'ri keldi. Siz ham ko'rdingiz. Shundan bilishingiz mumkin edi. Agar men u tirik desamchi? Men cho'pchaklarga ishonmayman, janob. Uning jasadini ko'rdim. Aravada, o'likxonada. Ya'ni klub qarshisidagi yo'lda emas. Zimmamdagi barcha ishni bajardim. Uni ko'rish og'ir bo'lgandi. Yoqimsiz hissiyot.
Floyd nima uchun sizga tish qayradi? Men uchrashishni istagandim. Agar undan qo'rqsangiz, bu haqda gaplashib olishimiz kerak. Men hech nimadan qo'rqmayman. Kitobda nima bor? So'zlar. Kukun yo'qmi? Faqat so'zlar. So'zlar haqida kitob. Niko guringlashishni yoqtirardi. Uni jasadini ko'rdingizmi? Ha. So'ng bir politsiyachi yo'lakda menga tegajoqlik qildi. Qizi esa meni tengdoshim. Qiziq. Nima qilsang ham doim senga kimdir ko'z olaytiradi. Bilasizmi? Floydga ham, politsiyachiga ham, sizga ham Tinchlanning. tupurdim. Bu qizni taniyman. U tentakning singlisi. Lekin sen kimsan? Darroz odam ekansan. Uyni ijaraga olmoqchiman. Sirena qayerda? Kim u? Akamni yaxshi bilasiz. Akam uni tashlagan. Sirena qayerda? O kim? Sirena kim? Uni oldiga olib borasan. Yo nima bo'lishini ko'rasan. ¿A dónde, mija? ¿A dónde? ¿A dónde? No. Vamos para allá. Akam o'ldi. No, compa. Iltimos. Xo'sh. Bu kishi kim bo'ldi? Boshliq sen bilan gaplashmoqchi. Sen kimsan, pahlavon? Cedric. Pahlavon. Boshlig'ing kim? U pahlavon emas. Lou Hendricks. Ana xolos. Tur. Shaxsan Lou Hendricks. Nihoyat o'zimni tanishtirishim shart emas. Ko'pchilikka tanish ism Cedric bir nomli savdo belgisi. Siz jinoyatchisiz. Biznesmen va filantrop. Bu yerdan ketishim uchun bir necha baks ortiqchalik qilmasdi. Shunday deyishingizga umid qilgandim, janob Marlow, lekin bu bitim asosida bo'ladi. Xayriya emas. Mendan nima istaysiz? Yaqindagi ishlar haqida gaplashish. Uyingiz qayerda, janob Marlow? Qalb qo'rim to'kilgan yerda, buni bilasiz. Yo'q. Haqiqiy, oddiy uyingiz. Boulevard Maple 26. Cedric, yur, janob Marlowni uyiga eltib qo'yamiz. Kichik William Strang uslubidagi elementlar. Gap boshdagi kesim qatnashgan so'z birikmasi grammatik egaga tobe bo'lishi kerak. U yo'ldan borayotib, ikki bolani yetaklab ketayotgan ayolni ko'rdi. Agar muammo chiqarsangiz, u sizni yomon kitobday uloqtiradi. Nimadir qo'yish kerak. Cedric Bandano, dastro'molmi, janob Hendricks? Ba'zan seni topib olgan yerimda tashlab ketmaganimga afsuslanaman. Bu yoqqa uzat. Rahmat. Ba'zi kishilar, janob Marlow, sizni kimnidir izlayotganingizni aytib qoldi. Hammamiz ham kimnidir izlaymiz. Tan, bu qayg'uli.
Men kimni izlayotganimni bilasizmi? O'ylashimcha, Serena ismli qizni izlayotgan 2 meksikalikni. Serena dunyodagi eng nafis qomatga ega bo'lgan xilqat. Oxirgi marta uni Niko Petersonning quchog'ida ko'rishgan. Bu ism tanishmi? Shunaqa shekilli. Menga shunaqa shekilli demang. Bu ismni eshitganda miyangizda qo'ng'iroq chalinishi kerak. Jiring, jiring, jiring. Gapni olib qochmang, janob Marlo. Petersonning singlisini kim ta'qib qilgan? 2 Lotin Amerikalik bananlar va tarantulalar yurtidan kelgan bo'limsiz hashaki odamchalar. Ular bilib qo'yganingiz yaxshi, qizni akasini mendan mustaqil ravishda izlagan. Men do'stimiz Niko bilan jon deb suhbatlashgan bo'lardim. Agar uni topolsangiz, haqini to'layman. Niko nimaga aralashib qolgandi? Nima uchun o'zini o'ldiga chiqardi? O'ylashimcha, Niko oxir oqibat barchasidan qutulishni istadi. Lekin avvallari u men uchun turli xil topshiriqlarni bajarib turardi. Sombrero, poncho va xachirlar mamlakatida. U ispanchani yaxshi biladi. U qorachadan kelgan. U lotin jazmani qiyofasida Meksikada kerak edi. Siz banan olib o'tasizmi yoki tarantulami, janob Hendrix? Tarantula. Shaxsan men tarantulani juda sevaman. Men esa o'rgimchakdan qo'rqaman. Niko menga ishlagan. U bu yerdagi qonuniy cheklovlar sabab topish qiyin bo'lgan ba'zi mollarni menga olib kelardi. Uning ehtimoliy o'limi vaqtida ham qo'lida ba'zi mollarim bo'lgan. Aynan qanday mollar ekan? Mollar va shu mollarga aloqador yana bir mol. Karbato klubini qarab ko'rsakchi, balki o'sha yerda nimadir yashirgandir. Janob Marlo, mish-mish ko'payadi. Men doim orqa yo'ldan yuraman. Faqat zahringizni sochmang. Sochayotganim yo'q. U klubni men boshqaraman. Bu ko'ylak ichida juda qaltis odam yashiringan. Petersonga yordam kerak bo'lgan. Kimningdir jasadi. Bu yerda hamma fitna haqida jar solyapti. Niko belkurak ko'tarib qabristonga smokingga sig'adigan jasad izlab bormagan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Klub bu fitnada qatnashgan. Lekin bundan ularga nima naf? Buni mijozingizdan so'rang. O'ylashimcha, uni izlashda davom etasiz. Mijoz bilan yoki usiz. Bundan o'zingizni tiya olmaysiz. Men sizga 1000 to'layman. Uni toping. Yo'q. Cedric keyingi ko'chadan o'ngga buriling, iltimos. Janob Marlo, yana bir o'ylab ko'rsangiz arziydi. Cedric, istagan joyingizda to'xtang. Bulvar Maple 26. Men boshqalar o'ylaganchalik dono emasman. Balki kirarsiz? Nishoningizni qaytarishdi. Yo'q, o'g'irlangani haqida xabar qilmoqchiman. Agar uni topsangiz, aniqlab uni ortidan boraman. O'sha kun kelganda yo'limga to'g'anoq bo'lmang. Rahmat, Cedric. Qayerdandir 2 meksikalik paydo bo'lib, qizni o'g'irlab ketgan. Shunday demoqchimisan? Ha, shunday. Yana bir gap. Qiz Karbato klubida ishlaydi. U o'z akasi deb o'ylagan odam esa Niko Peterson emas. Ba'zi narsalarni eshitishga toqatim yo'q. Ular boshqa qizni izlayotganda. Serena ismli noma'lum qiz. Tushunarsiz. Singlisini o'g'irlab ketishdi. Shug'ullanmasang, o'zim jurnalistlar bilan uchrashaman, jim qarab tura olmayman. Jasad Petersonniki emas deyman. Rosa shov-shuv ko'tariladi. Mendan eng ko'p nafratlanadigan gazeta qaysi edi? Men avrashni bas qil. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi, o'qdingmi? Biz seni tilga olmaymiz. Noma'lum shaxs bizga qo'ng'iroq qilib, uni mashinaga o'tkazishayotganini ko'rdim deb aytdi deyman. Sen esa jim tur, bo'lmasa gumondorga aylanib qolasan. Bu uydirma bo'lsa ham aytaveraman. Yaxshi. Do'sting Bernie Olds bilan gaplashaman. Topgan barcha detektivlarimni oyoqqa turg'izaman. Hamma uni izlaydi. Shunda ko'ngling to'ladimi? To'pponchamni olib qo'yishdi. Ha. Ol. U bilan kimnidir otishsa, senda boshqasi bo'ladi. Agar seriya raqamlarini yozishga majburlashsa, unda tamom.
Marlow, Detektiv Bernials. Artur, meni mashinada kut. Ichimlik qo'y. Muz solingan viski. Qizni izlashyaptimi? Politsiya, sheriflar, hamma. Hozircha jimlik. Orientirovka chiqishi bilan hamma oyoqqa turib Lin Petersonni izlay boshladi. Meksikaliklar o'zining Tijuanacha bo'yashlari bilan. Qizni boshqalardan farqli joyi yo'q. Izlashda davom eting. Qiz menga kerak. Qarilikda tirik yurganning o'zi baxt. Marlow, sen boshqalarga o'rnak bo'la olasan deb umid qilaman. Yo'lning narigi tarafidagi qiz kim? U bizga kerak, Benny. Tinchroq yur va boshqa ish haqida o'ylab ko'r. Xo'pmi? Xayrli kech. Xayrli kech. Salom. Buni kim qildi? Meksikaliklar. Petersonni izlayotganlar. Ularga nima kerak ekan? Buni sizdan so'ramoqchi edim. Palto. Rahmat. Bunday uyda yashasangiz, g'avg'olar o'z-o'zidan xira tortadi. Oddiy foniy insonlar shunday yashaydi. Hayotimiz juda tobida. Claire, baribir aytmadingiz. Niko nima uchun sizga buncha kerak bo'lib qoldi? Amanda Tokstedni aytishicha, u juda g'amxo'r jazman ham bo'lgan ekan, a? Shundaymi? Bechora Amanda qaltis o'yin boshlab qo'ydi. Qanday o'yin ekan? Bu shahardagi hech bir studiya egasi 1-milliongacha ayollar orasida obro' qozonmagan. Agar erkak kambag'allikda ayollarga yoqmagan bo'lsa, pul unga umid beradi. Lekin uni yana kamsituvchi rad javobi kutadi. Buni sizga kim aytdi? Elchimi? Elchi kelishidan avval ham puldor edi. Ketayotganda yanada puldorroq bo'ladi. Onam bo'lmasa ham. Onangiz ham Nikoni yoqtirarmidi? U ham sizga murojaat qildim. U doim men istagan narsaga ega chiqisi keladi. Yo, mendagi gap. Ya'ni Nikoga. Ehtimol. Marlow qizimning qanday alvasta ekanini ko'rmay turib, u bilan ishqiy munosabat o'rnatgan degan gumonda bo'lish ham mumkin. Juda dahshatli taxmin. Nima uchun? Nima uchun? Chunki men sizning ishchingizman. Chunki yoshim 2 baravar katta. Chunki latofatingiz esdan og'diradi odamni. Unda nima qilishimiz mumkin? Buni qilmasak. Raqsga tushish. Onam o'zini kamera qarshisida bemalol ko'z-ko'z qila olish uchun men 6 yil rohibalar orasida yashadim. Ishonsangiz, u naq 15 yil bokira qizlar rolini o'ynagan. Har film so'ngida taslim qilingan bo'lsa ham. Keyin esa elchi dabdurustdan uning moliyaviy maslahatchisiga aylandi. U sizga ham hech maslahatchilik qilganmi? Teginganmi demoqchimisiz? Olaylik, ha. Bu noto'g'ri savol deb o'ylayman. Kechirasiz. Raqsga juda no'noq ekansiz. Sevgiga undan ham no'noqman. Bunga ishonadi deb o'ylaysizmi?
Mayli, raqs tushaylik. Hozircha shunday. Men ketishim kerak. İstasangiz keyinroq kelaman. O'tiramiz. Do'stlardek. Hech nima chiqmaydi, Claire. Bunga urinayotganim ham yo'q. Yo'q. Bu jumboq juda chigallashib ketgan. Nima topishingizni aniq bilmayman. Balki ajdarxoni o'ldirishga to'g'ri kelar. Qo'shilaman. Xayrli tun, Filip Marlowe. Xayrli tun. But I'll be seeing Elchi shu yerdami? Ha, xonim. Xo'sh, endi sizni elchi deb chaqiraylikmi? Claire, ahvoling qalay? Ko'rganimdan xursandman. Onang hozirgina ketdi. Nega kelibdi? Buni so'rama. Uchrashuv yaxshi o'tmadimi? Muhim emas. Bu haqida gapirgim yo'q. Kamerangiz qayerda, janob Marlowe? Kameram yo'q. Bunday surat qancha turishini bilasizmi? Ular qonunni buzyaptimi? Faqat tortishish qonunini. Ular nima haqda chug'urlashayotganini bilish uchun katta pul to'lagan bo'lardim. Axir u otasi tengi odam. Ha. Masalan, xuddi siz kabi. Schmidt bari. Bu odam Bernie Ols. Artur kechagi mehmoningni mashina raqamini tekshirdi. Rostdanmi? Mashina Dorothy Quinn Cannonga tegishli. Shunga nima? Shunga nima? Kontrabandadan kelgan pulga kinostudiya ochgan yangi elchi va uning jazmani Los Anjelesdagi aloqa qilib bo'lmaydigan odamlar ichida birinchi o'rinda turadi. Tanish bilishlari biznikidan ko'proq. Jazmani kim ekanini o'ylab ko'rmadingmi? Onasi yoki qizi demoqchimisan? Balki ikkisi hamdir.
Miyang joyida emas, Marlo. Politsiyachilar Lim Petersonni topishdi. U qayerda? Ensinoda. Bizni kutishga va'da berishdi. U meni to'pponchamdan otilganmi? Yo'q. Yo'q, uni otishmagan. Bo'ynining old sohasidan gorizontal holatda uzun, chuqur jarohat olgan. Vena va arteriya tomirlari zararlangan. O'limga olib keladigan jarohat. Tomog'idan pichoq tortishibdi. Tanasiga sigaret cho'g'ini bosib, so'ng do'pposlashgan, so'yishgan va zo'rlashgan. Oh, xudo. Tugatamiz yigitlar. Tayyor. Olib ketaymi? Ha. Do'stlar, yoqimsiz manzara. Hey, siz. Ha? Bu 2 hafta avval Karbato klub yonida o'ldirib ketilgan erkakning singlisimi? Boshini qovoqda yorib tashlashgan. Bundan xabaringiz bormidi? Buni ham hisobotga qo'shib qo'ying. Men shunchaki murdani ko'raman. Shunchaki qo'shib qo'ying. Rahmat, Berni. Hech kim abadiy yashamaydi. Oddiy ishchilar ortiqcha g'alvani yoqtirmaydi. Hatto politsiyachilar ham. Nihoyat, Berni. Jo, biz bilan yur. 1 soat avval ko'k mashina o'tdi. Undan 2 gumondor tushdi. O'shami? Ha. Bu kim bo'ldi? Bu janob Luke Hendriksni Bentley-ku. Shunchaki Hendriks. Muhim emas. Demak, u ham aralashgan. Meksikaliklardek. Bu marazlarni kalamush ovlaydigan teryer kabi ta'qib qil. Lekin tafsilotlarni aytish shart Bo'ldi, emas. Berni, o'zing qil. Men hali ham nafaqadaman. Sen esa yo'q. Roziman. Tushunaman, nazoratga olamiz. Yo'llarni yopamiz. Durbinni berchi. Kalamush uyaga kir. Qanday? O'zing istaganday. Yaxshi. Bo'pti, Jo. Ishga kirishamiz. Ko'rinishing rasvo. Haqsan. Bilib qo'y. Haqiqiy mashmasha faqat tongda boshlanadi. Ichkariga kirgandan so'ng shunchaki kutib o'tir. Tushundim. Va unutma, meksikaliklarni taniy olasan. Ulardan ehtiyot bo'l. Yaxshi. Darvoqe, menga nishonni qaytarib berishadimi? Nishon g'amida yuribsanmi? Senda tursin. Otis, Ha, xonim. men hozir tushaman. Xo'p, xonim. Tipperaridan juda uzoqdasiz, Dorothy. Jo'natmalar qabuli.
nima deb ataladi? Bu Miguel Fin. Mickey Fin. Qizlar, yigitlar, geroin, kokain. Yaxshilab o'ylab ko'rib, ariza to'ldirishga qaror qildim. Bu qanday qo'pollik? Balki bu kecha muloyim bo'lgim kelmayotgandi. Keling, ichib gaplashib olamiz. Lin Peterson haqida eshitdingizmi? Dahshatli fojia. Politsiya sizga tegina olmaydi, lekin bu ishni mendan kutyapti. Lin va Niko Petersonlar bilan hech qanday aloqam yo'q. Biz Los Anjelesdamiz. Bu yerning odamlari buzuq. Lekin ular bu yerda nima qilgan? Uning singlisi fohisha giyohvand moddaga berilgan, u sizga ishlagan. Siz qo'shmachisiz. Yo'q, men hech nimani hal qilmayman. Bu yerda boshliq emasman. Unda kim boshliq? Dorothy Quinken'mi? Elchimi? Ko'p narsani bilmaysiz. Ammo Luke Hendricks ismli shaxsni bilaman. Balki uni tanirsiz. Odamlari meni odamlarim bilan tanish. Men quyon iniga kirib sizni qo'lga olishim mumkin. Unda ichmasak bo'lmaydi. Hendriksni eng quyidan topish mumkin. Ya'ni sizdan kuch bilan ma'lumot olib bo'lmaydimi? Harbiyda yetim qotgan. Aha. Bo'pti, icha qolamiz. Bilasizmi? Bu juda mushkul. Shuncha odamlar, martabali kishilar oldida majburiyatlar o'rtasidagi muvozanatni saqlashmi? Biz maxfiylikni saqlaymiz. Evaziga sizni himoya qilishadi. Juda qattiq himoya qilishadi. Janob Marlow. Buni hali o'zingiz ko'rasiz. Sizni juda yaxshi tushunaman, janob Henson. Bardelni boshqarish va buni hammadan sir tutish qiyin. Ayniqsa narkotik savdosi bilan ham shug'ullansang. Siz juda ko'p narsani tushunmaysiz. Narkotiklar borasidami? Boshqaruv borasida. Investorlarimiz klubni boshqarish vazifasini menga yukladi. Qiyinchilik tug'ilsa, ularni bezovta qilmayman. Agar bu qiyinchilik, masalan, o'zim uddala olmaydigan narsa bo'lmasa, gapga kirmaydigan fohishalar, masalan, yigitlar yoki qizlar keragicha qiziqish bildirmagan yoki isquvarlar, har teshikka burnini suqib yuruvchilar. Menda bir vosita bor. Yaxshimisiz, janob Marlow? Men sizni ichishni biladigan odam deb yursam, adashibman shekilli. Uyquga ketishdan avval bir narsani bilib qo'ying. Niko Peterson qayerda ekani muhim emasdi. Niko olib kelgan narsa qayerda ekani muhim edi. Sizni yordamingizsiz bu masala tagiga yetamiz. Bilishimcha, siz yolg'iz o'yin qilasiz. Odamlar bilan murosaga urinib ham ko'rmaysiz. Lekin natijasi nima bo'ldi? Siz yolg'izlikda o'lasiz.
light day. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is blue, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. Hammasi joyidami? Ha, hozir chiqaman. La'nata. Hushingizdamisiz? Bu seniki bo'lsa kerak. Siz ichmadingizmi? Ali esa o'sha qo'ziqorinni yeganda nima ko'yga tushgani esimda. Ularni aldabsiz-da. Senchi? Fahmim yetmabdi. Haydovchiga kim ichimlik quyadi? Lo Hendrix. Uni bu yerda ancha qiynab qo'yishdi. Demak, qo'lida kishan bilan o'tirgan odam o'sha ekanda. Tez orada uni grekcha sayratib yuborishadi. Meni bunday qilmaslikka va'da bering. Agar chiqishingga ko'maklashsam, menga yordam berasanmi? Oh, ha. Balandroq bo'lsin. Tijuandan kelgan ikki murda. Buni oqibatini ko'ryapsanmi? Sen vazifani qiyinlashtiryapsan. O'ta qiyinlashtirding. Lo Hendrix uchun nimalar qilasan? Meni ishga ko'mib tashlagan. Ajoyib. Ishga yaraydi. Quloq sol. Birga kiramiz va birga tirik qaytib chiqamiz, xo'pmi? Kelishdik, janob Marlo. Bu musiqa ko'nglimni aynityapti. Qiz qayerda? Qaysi qiz? O'sha yengiltak. Sen Sirena deb ataydigan qiz. Allaqachon aytdim, uni Nikoga topshirganman. Buni nimaga ishlatasan? Qirinishga. Quloq, burun, tomoqnimi? Men uchun boshqalar bajaradi. Rostdanmi? Men uchun ham. Men uchun ham. Frederik. Ha. Uni qulog'i, burni, tomog'ini epaqaga keltir. Chiroyli qilib, Sirena qayerdaligini tezroq aytsin. U Sirena emas. Sirena. Sirenami? Ana u yoqdagi haykalcha Sirena. Loydan yasalgan suv parisi. Sirena deganing shu suv parisimidi? Ispanchani o'rganish kerak edi. Hanson. Buni tarjima qiling. Cedric! Cedric! Uni ushla! Cedric! Ha, janob. Shu la'nati suv parisini ham asrab qolishga qurbing yetmadimi? Kechiring, janob. Hozirgina seyfimni maydalab tashlading. Afsusdaman, janob. Buni hali butun umr to'laysan. Janob Hendrix, bu adolatdan emas.
chorakor qullar avlodi sifatida buni bilishing kerak, Cedric. Hayot adolatsiz. Siz haqsiz. Hayot adolatsiz. Iching shilimshiqqa to'la deb o'ylagandim. Sen esa shilimshiq va tarantulaga. Buni o'rniga bir qop go'shtni ko'rdim. Buni qarang. Ketdikmi? Down old Lazy Way. I found a new baby, a new baby. Butter, 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 butter. Ichkaridan nima topaman? Bir nechta murdani Aynan nechta? sanashni unutibman. Lou Hendricks, Floyd Hansen, Tijuanalik ikki jentelmen, bitta maydalangan suv parisi. Suv parisimi? Haykalcha Sirena Meksika kukuni bilan to'ldirilgan. Endi esa suvga bo'kkan. Siz kimsiz? Uning haydovchisi. Endi nima qilamiz, Cedric? Ikkimiz ham ancha qon to'kdik. Birga yurishimiz kerak. Hozircha haydovchingiz bo'laman. Cedric, meni mashinam bor. Albatta. Lekin qayerga qo'yasiz? Xo'sh. Janob Niko Petersenmisiz? Xullas, siz tiriksiz. Siz haqiqiy detektivsiz. Mendan nima istaysiz? Siz o'limim bilan bog'liq voqeani taftish qildingiz. Ha, bir muddat o'limingiz bilan bog'liq xabar ancha ko'pirtirilgan deb o'yladim. Ha, shunday. Lekin singlingizniki emas. O'gay singlimniki. U dadamning Akapulkodagi sho'xligidan bino bo'lgan. Demak, uni deb ko'z yosh to'kmas ekan sizda. U o'ldi, bilaman. U o'ta beshafqatlik bilan o'ldirilgan. Unga yordam bera olmayman. Siz o'zingizga yordam bering. Menda hammaga kerakli narsa bor. Giyohvand moddalarmi? Undan yaxshiroq. Hammangiz asabimni o'ynaysiz. Men oddiy ishchiman. Claire bilan uchrashishim kerak. Men ikkingizni uchrashtirish va qaytib qorangizni ko'rmaslik uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman. Unda Claire'ga xabarimni yetkazib qo'ying. Ayting, men bugun rekvizit omboriga borib elchi haqida hamma gapni aytaman. U haqda nima bilasiz? Shunchaki aytib qo'ying, Marlo. Bir qarorga kelishdan avval ba'zi narsalarni aniqlab olishim kerak. Nimani bilmoqchisiz? Karbato klubi yonidagi jasad. Mashoq klubda ishlardi. Uni siz o'ldirdingizmi? Yo'q. Uni siz o'ldirdingizmi? Yo'q. Tasodifmi? U menga o'xshardi. Egizaklarimni yaxshi ko'raman. Dorothy Cohen sizdan nima istaydi? Balki uning elchida ko'ngli bordir. Elchini esa uning qizida, bilmadim. O'zingizga keling, Marlo, axir detektivsiz. Hamma boshqalar haqida bilgisi keladi. Oxir-oqibat hammasini shantaj hal qiladi. Men omborda bo'laman. 7:30da. Hammasi menda ekanini ayting. Bu onamning sevimli stoli ekanini bilardim. Bu yerda elchi bizga moliyaviy maslahatlar berardi. Uni siz chaqirdingizmi? Ha, maslahatini olmoqchi edim. Moliyaviymi? To'g'rirog'i kasbga oid. Buni qarang, Claire kelibdi-ku.
Yoqimli sovg'a janob Marlow. Choy oyijon, achchiqqina bo'lsin. Uni to'g'ri qaynatishgan deb umid qilaman. Hatto qoshiq tik turishi kerak. Bilasizmi, uchrashuv menga yoqdi. Shuning uchun ikkingizni ham taklif qildim. Janob Marlow aytmoqchiki, azizim, o'zini ikkimizdan ham aqlliroq sanaydi. Biringiz meni yolladingiz, boshqangiz urinib ko'rdingiz. Demak, ikkingiz ham bir narsani istaysiz. Niko sizni tashlab boshqaga ketdi. Kukun to'ldirilgan suv parisi haykalchasiga. Naqadar jirkanch. Bu gapingiz bilan hech nimani bilmayman demoqchisiz-a? Balki ishga o'tarsiz. U nima uchun sizni yollaganini aytaymi? Niko Petersonni topish uchun. Detektiv yollash o'zi uning qayerda ekanligini bilmasligini anglatadi. Nima demoqchisiz, oyi? Uni Rasaritadagi uyga berkitib qo'yganmanmi? Balki yaqinroqqadir. Janob Marlowga shunchaki istagingizni bayon qiling. Men balki sening obro'yingni saqlab qolishga tirishayotgandirman. Sevgili qizalog'im. Balki tamoman aksidir, oyijon. Ko'ryapsizmi, janob Marlow? Uni jazmani tashlab ketdi. Londondagi elchimiz olovlar shahridan ketishni istaydi. Onam o'zining oxirgi rolini o'ynayapti. Femme fatale. U yangi Medea. Ha, to'g'ri. Hammamizni shunday rol kutyapti, azizam. Nima ham derdik? Ikkimizdan birimiz bu ishni qilayotganimizni bilgansiz, lekin aynan kimligini bilmagansiz. Men sizga tikkan bo'lardim. Siz ayollarni hayotda o'zingizdan sovutish mahoratini yaxshi o'zlashtirgansiz. Meni hayotimda ayollar yo'q. Unda qizimni mahkam ushlang. Yosh kattalarni yoqtiradi. Xavotir olmang. Hammasini o'zim to'layman, har doimgidek. Xo'p, xonim. Ahvolingiz yaxshimi? Meni betayin deb o'ylashingizga tupurdim. Boshqalar ham qadrimni bilmaydi. Siz qandaydir o'zgacha, muhim shaxsdek ko'rina oladigan omadli kishilardansiz. Va'da qilingan pulni yuboraman. Onangizdan ham keyin topgan odamim uchun ham pul undira olaman. Kimni topdingiz? Uni topdim. Bugun kunduzi. Aniqrog'i u meni topdi. Men uyga kelsam o'sha yerda turibdi. Janob Niko Peterson. U hozir qayerda? U sizni Pacific studiyasi omborida kutadi. 7:30da. Nega aynan u yerda? Buni siz bilarsiz deb o'ylagandim. Taksi. Ketdik. Mashina shunchaki transport emas. Janob Hendriks shunday derdi. Bu yashirin iqror, sirlar ombori. Bu shahar esa dvigatelni o't oldirishga xizmat qiladi. U yer harakatdagi sirlar shahri. Nega falsafa so'qiyapsan, Cedric? Ma'zur tuting, janob Marlow. Avvalgi boshlig'imdan menga ham yuqqa. U juda gapdon edi. Omborga dedingizmi? To'g'ri. Nega aynan o'sha yoqqa deb o'zimdan so'rayapman. Endi o'zing javob ber, Cedric. Nega aynan o'sha yoqqa? Niko Peterson yillar mobaynida shu ombor orqali Luke Hendriksga mol yetkazib bergan. Tijuanadan kelgan mollar, to'g'rimi? Uni yasama kaptarlar, Nefertiti byustlari, Guadalupe bokirasi yoki gipsdan yasalgan suv parisiga yashirgan. Bilasizmi, janob Hitchcock Pacific Pictures'da mo'jiza yaratgan, lekin MGMga o'tib ketgan. Janob Hitchcock janob Hendriksga o'xshardi. Ssenariysini ochiqlamaslikni ma'qul ko'rardi. Lekin men haydovchi o'rindig'ida tinglagan ko'plab suhbatlar Hitchcock juda sevgan bir narsani qilishimga imkon berdi. Syujet ishlab chiqish. Gap umuman suv parisida emas.
balki butun studiyani yo'q qilishga qodir qandaydir jomadondagi narsada edi. Claire, Niko, bir o'zing keldingmi? hammamiz kelishimizni kutganmiding, Niko? Men, onam, Floyd Hansen, Lou Hendricks. Bu qiyin. Ikkisidan biri o'lgan. Bo'pti, pul tikishni boshlashing mumkin. Bu yerga katta boylik yashirdim. Rostdanmi? Unda ko'rsat. Studiya orqali o'tgan geroin haqida barcha qaydlar. Elchining va Pacific Pictures'ning obro'sini bir pul qilishga yetadi. Niko Peterson bitta sirena haykalchani va biznes boshlanganidan beri narkotiklar bilan bog'liq barcha kirdikorlar haqida ma'lumotlar yig'ilgan qo'lbola jomadonni olib qochdi. Keyin uni sotib olishga tayyor bo'lgan har qanday kishiga sotmoqchi bo'ldi. Men hisobchiman, azizam. Ancha tajribali, import, eksport. Bu yerda barcha operatsiyalar bayon qilingan. Sen oddiy hisobchi emassan, Niko. Sen do'zaxga chipta sotishga qodirsan. Balki shuning uchun ham meni sevarsan. Seni sevmayman, Niko. Menga ishonmaysanmi, Claire? Hozir zamon qanday ekanini bilasan. Hech kimga ishonmaydi. Bu qanday ovoz bo'ldi, Claire? Oyimning to'pponchasi. Buduardan topib oldim. Ah, jinursin. Men yomon otaman. Nega bunday qilyapsan? Sen doim g'irrom o'yin qilding, Niko. Mendan o'rnak ol va yuksaklikka yet. Shunisi yaxshi. Qog'ozlarni yoqyapman, Niko. U o'ldi, janob Marlo. Nihoyat. Meni shuning uchun yollaganmidingiz? Undan qutulish uchunmi? Bitta sababi shu. Sizga elchining o'zi haq to'ladimi? Bunday katta tozalovdan keyin sizni quruq qo'ymasa kerak. Aytingchi, sizni nima uchun qo'lga olmasligim kerak? U menga juda yoshlik qilardi. Unda yovuzlik mujassam edi. Va u allaqachon o'lgandi. Menga bering, buni yo'q qilaman. Bu yerdan keting. Yaxshi boring, Claire Cavendish. Kechangiz yaxshi o'tsin, janob Marlo. Faqat buni men qildim dema, Marlo. Yo'q, Barni, men shunchaki o't o'chiryapman. Xo'p, ichkaridan nima topamiz? Nefertiti byusti, ahd sandig'i, Malta lochini. Boshqa tuzukroq narsa yo'qmi? Bundan ortiq nima kerak?
Tepani tekshir. Demak, ona va qiz o'rtasidagi tuzoqda qolib ketibsiz-da. Ha, bu ham bir saboq bo'ldi. Kim g'olib bo'ldi, janob Marlo? Onasimi yoki qizimi? Sen kimga tikkan bo'larding? Elchi aniq yutqazgan bo'ladi. Bunda odamlar yutqazmaydi, Cedric. Juftakni rostlaydi. Janob Marlo, Ha, kirishingiz mumkin. rahmat. Janob Marlo, Kevindish xonim. Demak, quruq qo'ymabdi-da. nima demoqchisiz? Rahmat. Siz elchiga yordam bergansiz, u esa mansab bergan. Bu kontrabandadan ko'ra yaxshiroq, to'g'rimi? Elchi buni allaqachon unutib yuborgan. Onangiz yana kinoga qaytdimi? U hech qachon kinodan ketmagan. Nima haqida? Bilasizmi, har doimgiday. Sevgi, qotillik va murosa. Oxiri yaxshi tugaganmi? Shuning ustida ishlayapmiz. Bu yerga nega chaqirganingizni aytarsiz, Kevindish xonim. Studiyaga ovqatdagi shahzoda rolini o'ynashga odam kerak. Tashqarida 10 ta shunaqasini ko'rdim. Ular o'ynay oladi xolos. Unda xayrlashishga to'g'ri keladi. Studiyani bo'shatib qo'yishdi, janob Marlo. Ruzvelt urushga qo'shilishiga bir qadam qoldi. Elchi esa sizni sodiqligingiz uchun mukofotlamoqchi. Studiyaga yollanma detektiv doim kerak. Meni ishga taklif qilyapsizmi? Shunchaki ish emas. Nafaqa. Soqchilar boshlig'i lavozimi. Hammaning o'ziga yarasha siri bor, janob Marlo. Boshliqlar o'z sirini himoya qiladi. Boshliq ayollar esa o'zining meksikacha damlamassiz yasholmaydi. Kimdir yuganimizni tortib turishi kerak. Sizni hammi, Kevindish xonim? Sizga sirlarimni ishonaman. Bu mening ishim emas, Kevindish xonim. Lekin o'rnimga odam yubora olaman. Albatta, tavsiya zarar qilmaydi. U meni do'stim, juda qobiliyatli. Boshidan ko'p narsalar o'tgan. U so'zga usta va sir saqlashga qodir odam. Meni shantaj qilyapsizmi, janob Marlo? Tovlash mutlaqo yo'q. Buni boshqalarga qoldiraman. Kuningiz yaxshi o'tsin. Yana. Siz odamni emas, kitobni yoqyapsiz. Bular kitoblarni sevmaydi, janob Marlo. Natsistlar. Bular sevmaydigan narsalar ko'p, Cedric. Baribir Leni Riefenstahl yaxshi filmlar suratga oladi. Film ko'rishni yoqtirasanmi? Yoqtiraman, janob Marlo. Pasifik rahbari Kevindish xonim senga ish taklif qildi. Qo'riqlash xizmati boshlig'i. Agar qiziq bo'lsa. O, juda qiziq ish ekan, janob Marlo. Mamnuniyat bilan tavsiya qilaman. Lekin menga maslahat kerak. Faqat bitta, meniki. Agar rozi bo'lsang, unda mana bu kerak bo'ladi. Yomon ish qilmagan odamning o'zi yo'q, janob Marlo. Bu to'pponcha aslida bitta shunday voqeadan esdalik. Demak, hech kimni ota olmas ekanman. Yo'q. Buning uchun avtomating bor-ku. Ha, bu ham yaxshi tanlov. Uzmedia.tv eng yangi tarjima kinolar faqat bizda. But the light shines brightest in the dark. All you need is a match to start a little spark. Yeah. 'Cause the light
like a seed that you lost in the garden of your own desire. And you must have been counting all the things that you hadn't acquired. Whoa, ignite your torch and fill your heart up with fire. 'Cause the light, it shines brightest in the dark. Shine brightest in the dark. All you need is a flint to start a little spark. 'Cause the light shines brightest in the dark. Shine brightest in the dark. The light shines brightest in the dark now. Oh, you're a point of light in the sky of stars. Even when this world is feeling so bizarre, 'cause the light shines brightest in the dark now. 'Cause the light shines brightest in the dark now, yeah. Woo! Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Sometimes things fall apart at the seams with no warning. Sometimes it seems that life can be so unkind. But if you knew what I know, you wouldn't fret so as the mystery unfolds in time. Give it time. Oh, life can be dreary, make one feel weary, and yet the impossible can be had for the price of a smile. A wink of an eye can turn bland to glad. Oh, days seem longer when trouble's upon you, and yet in time they fade away
for the price of a life. Bad days will surely pass, turn misery to gain. Oh, days seem longer when troubles upon you, and yet in time they fade away for the price of a life. Bad days will pass, turn misery to gain. For the price of a smile, the impossible candy hand turns bland to glad.